Assalamu alaykum, hörmetli ustazlar, aziz qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan men bevosita boshlavri tayyor bo'lmoqchi. Mening sunmoqchi bo'lgan dokladim insulinning ajralib chiqishi va uning mexanizmi munosabatli bo'lib, insulin hammaning obdan tushunasizlar, obdan bildigan bir hormon, u oshqozon osti bez aralaridagiga beta hujayrasidan ajralib chiqadi, ham qandagi qandni kontrol qilib turish rolini o'ynaydi. Agar mayli qaysi sababdan bo'lishidan qat'iy nazar insulinning ajralib chiqishi yetarsiz bo'lsa va yoki uning roli yaxshi joriy bo'lmasa, tadrijiy turda diabet kasalligini keltirib chiqaradi. Aldı bilan arq ko'rish orqali boshlayman. Glukoza to'shig'i tanchil orqali hujayra parisini o'tib, hujayraning beta hujayrasini chekirgandan keyin mattalmish orqali ATP hosil bo'ldi. ATP'ning ko'payishiga ergishib, hujayra parisiga KATP channel deb ataladigan ATP'ga tayanishliq channel itilib, hujayra parisida qutbsizlik keltirib chiqarildi. Orqadan elektr sig'im tayanishliq kalsiy channeli ichilib, kalsiyning kirishi bilan insulinning ajralib chiqishi shakllandi. Bu insulin ajralib chiqishningki eng asosiy prinsiplaridan birisi bo'lib, beta hujayrasi mana shunga o'xshash mattalmish bilan ajralib chiqishni o'zaro bir-biriga bog'lagan aloyidligi bilan nerv hujayralari va boshqa ichki ajratma hujayralardan farqlanib turdi. Uningdan boshqa insulin ajralib chiqishni kuchaytirib turgan yana bir sistem mavjud bo'lib, u bo'lsa-mu inkretin deb ataladigan bu hormon biz tomoq yegandan keyin tomoqdagi quvvatli moddalarni his qilib kuchaydiki K hujayrasi, L hujayrasi degan hujayralardan ajralib chiqib, hujayra parisiga o'zining alohida qubullug'ichlar bilan berikish orqali hujayraning ichida ATP'dan hal qisman AMP, ya'ni CMP deb ataymiz. CMP'ni ko'payish orqali insulinning ajralib chiqishini kuchaytirib berdi. Bular hozir qadar biz bilgan, bizga ma'lumlik bo'lgan detallar bo'lsa-mu, lekin cyclic AMP signali bilan glukozniki mattalmish o'tirishda qanday munosabat bor, biz ularni tex bilmaymiz. Ham bularni aniqlash uchun zarur bo'lgan hujayra liniyasi hozirda mavjud emas. Shu sababdan biz yaqinda IT6 deb atalgan bir insulin o'smasini paydo qilgan bir xil chashqan bo'lib, u chashqanning oshqozon osti bez aralarilarini kesib kelib, uni ushoq parchalash, kollagenaziyada eritish, o'stirish qatorli jarayonlar orqali hujayra liniyasini hosil qilib oldik. Ham u hujayra liniyasiga menshikis K beta hujayrasi deb ism qo'ydik. Bu hujayralarni ayirib chiqqandan keyin ularningki insulin ajralib chiqish alohidligini tekshirdik. Tekshirib, bularning orasidan ikki xil hujayrani tanlab oldik. Uning birisi K8 hujayrasi deb ataladi. U tuvan qo'yliq glukozg'imi, yuqori qo'yliq glukozg'imi normal inkas qaytardi, ham GLP-1, GLP deb ataladigan bayongi inkretin hormoniga inkas qaytardi. Lekin K20 degan hujayra glukozga normal inkas qilsa-mu, inkretin hormonininki kuchaytirib berish ta'siri bo'lmaydi. Ya'ni bunga inkas qilmaydi. Tajribamizning maqsadi beta hujayrasiga glukozning mattalmishi bilan cyclic AMP, ya'ni hal qisman AMP signalining o'zaro ta'sirini aniqlash. Biz bu tajriba maqsadimizga yetish uchun old bilan bayonqi K8 hujayrasi, ya'ni CAMP ga inkas bag'i bo'lgan hujayra bilan uningga inkas bo'lmagan K20 degan hujayrani, ikki hujayrani ishlatib, selektirma metabolom analiz qilib berdik. Tajriba qadam bosqichini vaqt munosabati bilan so'zlamayman. Andan hujayralarning tarkibidagi araliq moddalar, amino kislotalari va yadro moddalarni shimas deb ataymiz. Eg'irlik analiz mashinasi orqali o'lchab chiqdik. Ham o'lchab chiqqan datalarni asos tarkib analizi deb ataladigan bir xil analiz usulib
bu aнализ кылганда CMP-га инкас болгон K8 hücresi bilen инкас болмогон K20 hücresi mana ушундай iki kutupka, yani iki klaslarga ayrıldı. Bu iki kutupka ayrılışı bu iki hücrelerdeki profilde alaylıqda asasen okşamaslık barlığını gösterip berdi. Endi bu iki türkümge ayrılışta zady qaysı xil aralıq matla bunun ta'sir ko'rsatgan. Buni bilish uchun Loudon Pulat deb atalgan yana bir xil analizningki yana bir xil usul bo'lib, u usulda buni tekshirib ko'rsak NADH, glutamak kislotasi, aspartik kislota degandek bundaq aralıq matla ko'p ko'rilgan. Buningda man X o'qi, mayaqni Y o'qi tapasak, X o'qini o'ng tarafga mangan sire şu iki türkümge bölüşke ta'sir ko'rsatganligi yuqori bo'lgan bo'lib hisoblanadi. Yoki Y o'qining ustiga chiqqan sire bu ta'sirchanlik yuqori bo'lib hisoblanadi. Shunga mush ikkisiniki ikki turkumga aylanishga ta'sir ko'rsatgan moddalar asosan muhim raqamda. Mush modda deb qaraymiz. Hamda yuqorqi moddalarni biz moddalmış xarit deb atalgan bir xarit va u xaritni tatbiqlab onu ko'rganimizda bayamqi glutamak kislotasi, aspartik kislota ham NADH deganlar alma kislota, aspartik kislota shatilda deb atalgan bir shatilda paydo bo'lganligini bildik. Endi u shatil deganlik mana mavhum dasturidagi ko'rik deb tushunsangiz bo'ldi. Endi bu shatilda bu aralıq moddalar paydo bo'lgan hem ikki hücrenin ishtirokga bo'linishiga ta'sir ko'rsatgan omillar bog'liqdan bu shatil ham undan aytdi. Muhim rol o'ynashi ehtimoli bog'liqdan oldi bilan buning rolini aniqlash to'g'ri kelib, biz oldi bilan ba'zi bir dorilar orqali bu shatilni tormozlab ko'rib bakmoqchi bo'ldik. Ishlatganimiz AOA, ya'ni amino asetat deb atalgan bir xil dori bo'lib, u bu shatildagi ba'zi bir enzimlarni tormozlash rolini o'ynaydi. Onun neticesi sol tarafkisi K8 hücresi bilgan tecrübe neticesi olup ko'rib qilinadak töven qo'yliq glukoz qaraganda yuqori qo'yliqdagi glukozning shetki vaqtda texim ko'p insulin ajralib chiqadi. Inkretin hormonlari, ya'ni GLP-1, GIP degan hormonlar kelgan vaqtda insulin ajralib chiqishi texim kuchayib bordi. Lekin bayamqi shatilning, ya'ni ko'rikning tormozlash rolini o'ynagan AOA degan dorining shetki vaqtimizda glukoz manbalik bu ajralib chiqish hech qanday ta'sirga uchramagan bo'lsa-mu, lekin inkretinni kelib chiqqan ajralib chiqishning kuchaytirilgan qismi asosan deydek to'liq kontrol bo'lgan. Ana bu hücredagi liniyasidagi tajriba bo'lganlikdan buni oshqozon osteoporoz aralchilarida aniqlash, yana bir ko'rib chiqish uchun pankreas aralchilarini ishlatib tajriba olib bordik. Tajriba natijasida yana o'xshashlar glukoz manbalik insulin ajralib chiqish o'zgarmay, inkretin kuchaytgan qismi to'liq kontrol bo'lgan. Bayamqi AOA degan dori hamda aspartit aminotransferasi deb masalan sitoplazmadagi bir enzim mitokondriyaning ichida, xondrosimning ichida ashunga o'xshash reaksiyani kontrol qilgan, kataliz qilgan yana bir enzim bor, o AST2 deb ataldi. Ham shunga o'xshash amino transferaziyaning hammasini bu tormozda turgan bog'liqdan buni alayt usul bilan shu enzimning o'zininki genning ifodasini tormozlash uchun adenovirusi ifodalangan SHRNA degan bir nim bilan bu AST1ning o'zini tormozlab uninki mush insulin ajralib chiqishdagi rolini ko'rib baqdik. Ko'rganimizda mushu enzimning o'zini to'sgan taqdirdami o'xshashlar insulin ajralib chiqishdagi kuchaytirilgan qismi ko'rinarli darajada tuvaladi. Keyindan glutamak kislotasi bilan aspartik kislotalarni to'shirgan yana bir tanchi bor bo'lib, bu tanchini o'xshash usul bilan tormozlab ko'rib, maqsadimiz yana mushu malayt aspartik shatil deymiz, bu shatilni tormozlab ko'rgan vaqtdagi insulin ajralib chiqishning kuchaytirilgan qismida qanday o'zgarish bo'ldi. Uni ko'rsak, yana o'xshashlar
insulin ajralib chiqishning kuchaytirilgan qismi tormozlandi. Hamda bayamqi malayt aspartat shuttle bilan glycerol fosfat shuttle deymiz. Bu qisqartib GP shuttle dedik. GP shuttle birlashib NADH shuttle deb ataldi. Hamda NADH shuttle bu GP shuttle buni bilan munosabatli emasmi? Buni ko'rish uchun o'xshash usul bilan bu shuttledagi muhim enzim bo'lgan glycerol 3-fosfat hidrogenaz degan bir enzimni tormozlab kirib baqdik. Lekin insulin ajralib chiqishnikka hech qanday ta'sir kuchirmaganligini ko'rdik. Bu xulosalar bayamqi natijalar bog'liqdan buni o'qimasam bo'ldi. Hamda buningdan biz bilib olamiz, almik silta aspartik silta shuttle. CAMP kuchaygan insulin ajralib chiqishda intayin zo'r degan yakunni chiqardik. Undaqda CAMP bu signal mush ko'rgindeli MA shuttle'ni bevosita aktivlashtiramdi va yoki mush shuttle'dan kelib chiqqan ma'lum bir signalni yoki ma'lum bir araliq moddani aktivlashtirib, andan insulinni ajralib chiqishini kuchaytirib beramdi. Buni aniqlash uchun hujayralarni yuqori qo'yliqdagi glukoza va bayamqi inkretin hormonlari bilan GLP-1 masalan 10 nanomol yoki bo'lmasa uning 10 yuqori qo'yliqdagi 100 nanomol qo'yliqdagi GLP-1 bilan bir taraf qilib, uningdan keyin hujayralardagi araliq moddalarni bayamqi asosiy tarkib analiz deb atalgan analiz usuli bilan ko'rdik. Ko'rganimizda hujayralarningki miqdorda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Bayamqidek qutbga aylanish yoki bo'lmasa klasterga aylanish bo'lmagan. Andan malayt aspartat shuttle bu shuttledagi muhim enzimlarni aktivligini ko'rib baqdik. Aktivligini ko'rish uchun MDH1 deb atalgan mayat mush reaksiyani katalizlaydigan bir muhim enzimni aktivligini ko'rganimizda bu mayli inkretin hormon kirsin, mayli uni analog kirsin, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Demak, bu shuttle'ni bevosita aktivlashtirish bo'lmadi dedik. Shu sababdan biz undaqda bu CAMP signali bu shuttle'ning kelib chiqqan yoki boshqa bir metabolik signalni aktivlashtirish ehtimoli bor deb o'yladik. Undaqda bu metabolik signali qaysi signal bo'lishi mumkin degan o'ylagan vaqtimizda biz bayam ko'rgan aspartik kislota, NADH, glutamik kislota deganlar shu nimaga munosabat qilib chiqqan muhim araliq moddalar bo'lganlikdan shu uchning ichida qaysisiniki bu signal bo'lish ehtimoli bor deb burungi maqolalarga murojaat qilib ko'rganimizda 1999-yili Volxim qatorliqlar Tabiat jurnalida glutamik kislotasi glukoz manbalik insulin ajralib chiqishning signali deb ko'rsatgan bir maqola bo'ldi. Keyinla bir yildan keyin McDonald qatorliqlar JBC degan jurnalda bu xil ko'zqarash xato. U insulin ajralib chiqishniki signal bo'lmaydi degan nazariyani o'tirib qo'ygan. Bu nazariyalar bilan bizning natijalarimiz qarab, biz malayt aspartat shuttle asl bo'lgan shu glutamik kislotasi bir signal sifatida CAMP kuchaygan insulin ajralib chiqishni tamomlab turish ehtimoli bor degan yakun keldik. Degan farazni o'yladik. Shu sababdan oldi bilan hujayra sitoplazmasidagi glutamik kislotasining miqdorini o'lchab baqdik. Miqdorini o'lchaganimizda glukozning quyuqligining ishiga ergishib, hujayra sitoplazmasidagi glutamik kislotasining miqdori oshib bordi. Lekin bayamqi AOE degan dorini ishlatib, hali ko'rikni to'sib o'tgan vaqtimizda u butunlay yo'qoldi. Shuning bilan bu glutamik kislotasining bir signal bo'lish ehtimolini ko'z tutib, uning beta hujayralar parasidagi elektr sig'imchanligi bo'lgan ta'sirini ko'rdik. Bu bir alayda tajriba bo'lib, buni Angliyaniki Oxford universitetidagi Patrick Grossman deb atalgan yana bir nimaga professorga murojaat qildik. Buning natijasida CAMP ba vaqtda, yo'q vaqtda hech qanday ta'sir ko'rsatmasmi, ba vaqtda glutamik kislotasining quyuqligining ishiga ergishib,
sırtqa ajılıp çıkış köpeygen. Tədrici halda köpeygen. Demek glutamik kıslotası bu insulin ajılıp çıkışta bir signal bulup ifadelanıp degan gap. Ondaqda bu glutamik kıslotası insulin dayanıcılığına kiremli kirmemdi. Bunu biliş için insulin dayanıcılığını mana жақында neçe milyon hücreden hücrenin perdesini lan bozup, onun içindeki organlarına hiç qaysı təsir göstermediği asasda içindeki en küçük organ bolgan insulinninki dayanıcılığını ayırıp elip, onun terkibideki glutamik kısıltasını ölçüdük. Bunu ölçüge vaxtımız ölçsek, glukozның qoyğuluqqa özgerisi-mi, onun miqdarı özgeriş bolmadı. Lekin GLP-1 dep atılgan heli hormonның təsirinden onun miqdarı da görünürlük derecede özgeriş boldu, yani köpeydi. Ondaqda bu insulin dayanıcılarga bu glutamik kıslotası qandaq kirgen? Bunu bilish uchun yanalam hamda beta hücreler qaraganda neyro sistemimizdagi taraqqiyotlar kuchliroq bo'lganlikdan neyro sistemimizdagi shunga munosabatli ba'zi maqolalarni paylandik. Uningda glutamik kıslotasi vazikular glutamate transporter deb atalgan bir to'shig'ich tancha orqali sinaptik vazikulning ichiga kirdi deb ko'rsatilgan. Undaqda bu xil ahvol beta hücresimi o'xshash bo'lishi mumkin deb qarab, insulin bilan uni to'shig'ich tanchalarningki o'xshash bir o'rinda bor yo'qligini immunlik bo'yash usuli orqali aniq qildik. Ma yuqorisidagi K8 hücresiga elib bo'lgan tajriba. Astliksi pankreas aralashtirib elib bo'lgan tajriba. So'tarabs insulin o'tirisi to'shig'ich tancha bo'lib, bu ikkisini kirishtirib ko'rgan vaqtimizda, demak bu ikki tancha o'xshash o'rinda ko'rindi. Shuning bilan glukozaning maddalanish jarayonida malay aspartat shaklida glutamik kıslotası paydo bo'ldi. U to'shig'ich tanchalar orqali insulinning tanchasiga kirdi degan ko'z qarashni o'tib qo'yib, undaqda bu tanchalarni to'sib etsak, tormozlasak, undaqda insulinning ajralib chiqishda qandaq o'zgarishlar bo'ldi. Buni ko'rib chiqish uchun Evans Blue deb atalgan bir xil dori deyli. Uning bilan bayamqadek SHRN bilan alohida usulda genni bevosita tormozlab ko'rib baqdik. Dastlabda Evans Blue degan dorini ishlatdik. U hücre perdesini o'tmay qolgandan lipofuscin protokolidan foydalanib uni elib bordik. Ko'rayotganlaridek glukozdan bilan insulin olib chiqish Evans Blue kirgandimi, qat'iy o'zgarmagan bo'lsa-mu, lekin GLP-1 keltirib chiqqan insulin olib chiqishning kuchaytirilgan qismi to'liq tormozlandi. Yani bu Evans Blue degan dori, bu dori bo'lganlikdan to'shig'ich tanchalarning hammasini tormozlash ehtimoli bor. Shunga alohida usul bilan shu tanchalarning ichidagi, masalan, mana shu isoformlardan bir nechasi bor bo'lib, ularning ichida ikkisi bizning K8 hücremizda ifodalanib chiqqanligi uchun shuni ikkisini tormozlab qo'ydik. Onun birisi Vigul-1 deymiz. Bu to'shig'ich tanchaning birinchisi tormoz vaqtimizda glukozning manbalik insulin olib chiqish o'zgarmay, uningki kuchaytirilgan qismi ko'rinarli darajada tuvalladi. Yana birisini tekshirib ko'rsak, uning hech qanday ta'sir kuchmaganligini bildik. Hamda bayamqi tormozlangan holatda insulin olib chiqishning kuchaytirilgan qismi asosiyatan kontrol etganlikdan hücre shunday tormozlangan holatdimi ashundan teshib o'talagan yoki bo'lmasa insulin dayanchining ichiga kiralagan boshqa bir dorilar orqali asli keltigi bilan bo'lmadi. Buni ko'rish uchun dimetil glutamat deb atalgan glutamik kıslotasininki hücre perdesini o'talagan yana bir dorisini ishlatdik. Buni shaklimizda u kontrol qilgan vaqtimizda insulin olib chiqishning kuchaytirilgan qismi to'yilgan bo'lsa-mu, bu dori bilan u yana asli qaytdi. Kendan hammasi hamda ta'sirli bo'lgan tajribalar bo'lganlikdan buni texnik aniqlash uchun tan ichidagi, ya'ni mush tanchini chiqarib etgan, knockout deymiz, ashni chekib chiqarib etgan chashqanda tajriba qilib bo'lsak, uni o'xshashlar
bu inkiyotdan keltirib chiqargan insulin ajralib chiqishi asliga keldi. Axırda mush tormozdan holatda insulin ajralib chiqishniki harakat holatida qandaq farq bo'ldi. Onu ko'rib chiqish uchun perfusion deb atalgan hujayralar sug'urish tajribasi ishlab baqdiq. Ishga vaqtimizda glukoz manbalik insulin ajralib chiqishda hech qanday o'zgarish bo'lmadi, lekin GLP-1 uningki insulin ajralib chiqishniki first phase va second phase deymiz. Dastlabki va keyingi ajralib chiqishni kuchaytgan bo'lsa-mu, bu knockdown qilish orqali u to'liq a'lo darajada kontrol bo'ldi. Eng qiziqarli yeri K20 deb atalgan bayanqı CMP'ga qat'iy imkons bo'lmagan hujayra. Bu hujayralarmi dimetil glutamat deb atalgan hujayra parsi o'talgan dorini kirgizsak, bu insulin ajralib chiqishniki kuchayishini keltirib chiqadi. Xulasini o'qimayman. Demak, malayt aspartat shatldan kelib chiqqan bu glutamat kislotasi saykulik AMP'ning ta'sirida vegulut deb atalgan bu to'ychiq tanch orqali insulin danchlarini shikirib, andan insulin ajralib chiqishni keltirib chiqaradi degan yakka orqali birisi malayt aspartat shatlninki intayin muhimligini, yana birisi yangi bir signalni, ya'ni glutamat kislotasining insulin ajralib chiqishini kuchaytirishda intayin muhim rol o'ynagan bir signal ekanligini bayqab chiqqan bo'ldik. Teqi maqolani yo'llamadik. Alloh xolsa bir ishga yo'llamoqchi. Ko'pchilik rahmat.